alaykum hammaga. Visifga keldik. Oxaylik tarafi. Mayli bu ikkini benzin asos atkazgan ekan. Ko'chada parking tushirib oldik. Uni bak. Benzin asos kuygan. Ishdagi joylar ayirib ketgan. Mana Malibu Chavzozi prepet qilibmiz. Benzin asos ishlamagani tavlab akkumulyatorni ham o'ldirgan ekanlar. Bakini ham joyiga qo'ydik. Bir iloj qilib shida ko'tarib terdik. Moshimizni ham zaat qilib edik. Benzin asoslarni joyiga qo'yib terib oxayli yo'lda qo'ygan ekanlar. Kelib shida baklarni ochib, tagiga yotib benzin asos erib ketgan, bashqa qo'yib, alishtirib, prepet qilib zavat qilib edik. Akajon chotka bo'ldimi? Rahmat ey. Avto helpmidi? Ha. Akalarimizga ming rahmat. Bu qoplardan bordi. Mana o'chib oldik yo'lda. Rahmat de. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xizmat bo'lsa bemalol murojaat qilavering. Taqdir mas'ul. Mayli.